Masalalarni ko'rishimiz mumkin. Masalalar keladi. Mana fizika bo'limi, kasb standarti hamda pedagogika savollari bo'ladi. Umumiy 50 talik savol. Savollarni yakunlaymiz. Mana 50 talik savolni yakunlaydigan bo'lsak, bizda test yakunlaganimizdan so'ng natijalar mana sinov yakunlandi. Hamda qaysi savollarda xato qilingani va uning video yechimi. Mana video yechimni bosish orqali o'sha savolning yechimini ham ko'rib o'rganib borishimiz. O'zlashtirilgan testlar bo'limida fizika 0 dan boshlab o'rgatilgan. Mana birinchi darsimiz kinematikaning asosiy tushunchalari bo'limiga kiramiz. Kiradigan bo'lsak, bizga aytayapti mana. Testlar soni, berilgan vaqt, har bir savolga beriladigan ball, foydali qo'llanma degan joyda mana shu kinematikaning asosiy tushunchalarini tushuntirganmiz nazariy dars sifatida hamda YouTube'ga qo'yganmiz Fizika.uz kanaliga. O'sha yerda o'sha video darsni ko'rish. Birinchi mavzumizning nazariy qismi. Undan tashqari o'sha nazariy qismni ko'rib bo'lgandan so'ng, mavzuni o'rganib bo'lganingizdan so'ng testni boshlash qismini bosasiz, testlar kelib chiqadi. Mana testimiz birinchi mavzu kirish qismi bo'lgani uchun oddiy savollar qo'yilgan. Yakunlashni bosadigan bo'lsak, test yakuni kelib chiqadi. Yakunlaganimizdan so'ng o'sha aytganimdek har bir savol uchun alohida video yechim mavjud. O'sha video yechimni ko'rish orqali fizikani o'rganib borishingiz mumkin. Savollar bo'lsa bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.